Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan navbatdagi ispanxologiya darsida ko'rishib turibmiz. Bugungi asosiy mavzumiz me'da yoki oshqozon anatomiyasiga boshlandi. Do'stlar, sizga bir qator eslatib o'tmoqchiman. Biz ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z faoliyatimizni yurgizyapmiz. Sizda qanday bir savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, shu tarmoqlar orqali bemalol berishingiz mumkin va biz unga imkon darajasida javob berishga harakat qilamiz. Ana endi darsga qaytsak. Bu bizni har doimgi ispanxologiyani umumiy xaritasi. Biz hozir ayni paytda sistema digestoriumdamiz. Demak, har bir organlar sistemasini sekin-asta ketma-ketlikda o'rganib ketamiz. Demak, oshqozon yoki me'da lotin tilida ventriculus, grek tilida gastrit deb aytiladi. Nimaga aynan shuni urg'u beraman doim? Demak, uni yallanish kasalligini siz juda ham yaxshi bilasiz. Gastrit degan kasallik bor. Bu kasallikda juda ko'p talabalar yaxshi bilishadi, ishtaha yo'qolishi, ko'ngil aynishi, qorinni g'ildirashlar yoki qorinda og'riqlar, ovqat hazm bo'lmashi yoki ovqat turib qolishlik holati yoki qorinda xuddi yonganga o'xshagan hissiyot uyg'onishlar, bular umumiy gastritga xos bo'lgan simptomlar hisoblanadi. Siz buni juda ham yaxshi bilasiz. O'shaning uchun biz yunon tiliga ko'proq urg'u beramizki, aynan yallanish prosessi shunday nomlanadi. Demak, oshqozon nima bu? Oshqozon shunday a'zoki, oziq luqmasini qizilongash, ya'ni undan oldingi a'zodan olib, unga kimik va mexanik ishlov berib va 12 barobar ichakka o'tkazib beruvchi nayson a'zo. Nima uchun nayson deyapman? Garchi shakli nayga o'xshamasa ham, biz esida bo'lsa, boshqa ispanxonaga o'tgan paytimizda ichki qismi bo'shlig'i va atrofi devordan iborat bo'lgan a'zolarda umumiy nayson a'zolar deb ketgan. O'shaning uchun nayson a'zo deb ketyapman. Demak, umumiy hajmi jihatdan 2,5-3 litr va uzunligi 21-25 sm. Bu ko'rsatkich bilib oling. O'zgaruvchan ko'rsatkich hammada bir xil emas. Kichiklarda kichikroq, kattalarda kattaroq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu umumiy katta yoshli inson uchun olingan o'lcham. Boshqa kitobda esa har xil ko'rsangiz yana hayron bo'lib o'tirmaysiz. Bu o'zgaruvchan sifr. Xo'p, siz bilan do'stlar, demak, ma'lum bir a'zolar gaplashayotganda 5 ta kategoriya bo'yicha gaplashib ketamiz deganmiz. Demak, 5 ta kategoriya: 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi kategoriyalar. Birinchisi galatopiyasi. Galatopiya. Undan keyin skeletotopiya. Undan keyin sintopiya. Undan keyin makroskopik tuzilishi, qanday qismlardan iboratligi va mikroskopik tuzilishi, uni qanday qavatlardan, qanday hujayralardan iboratligini ko'rib ketamiz. Demak, galatopiyasi. Birinchi savolga javob beradigan bo'lsam, galatopiyasi qayerda joylashgan? Aynan qorin bo'shlig'ida. Qorin bo'shlig'ining chap tomonida. Endi yana ham sizga aniqroq qilib tushuntirib ketaman. Mana bu qorin maydonlari deyiladi, ya'ni regionlar. Regionlarda biz qorin maydonlarini buni allaqachon o'rgatib bo'lganman. Yana agar xohlasanglar o'rgatib ketaman. Demak, umumiy qorin bo'shlig'ini mana sxematik usulda to'rtcha deb oladigan bo'lsak, mana shu yerda to'rtcha deb oladigan bo'lsak, ikkita chiziq yordamida mana shu qorin bo'shlig'i 3 ta bo'lakka bo'linadi. Mana bu va mana. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ikkita chiziq chizdim, lekin 3 ta bo'lakka bo'linadi. Bular mana bunisi birinchi, bunisi ikkinchi chiziq. Hop, birinchi chiziqning nomi nima? Ikkita qovurg'a yoyini tagidan o'tgan uchun mana shu liniya nomini liniya bicostarium deb aytiladi. Siz bilasiz, costa degani qovurg'a degani. Demak, ikkita qovurg'ani pastki qismidan o'tuvchi, 10-qovurg'ani demak pastki qismidan o'tuvchi chiziq. Mana bu chiziqning nomi esa liniya bispinarium. Esda bo'lsa, spina iliaca anterior superior bor esda bo'lsa, mana shularni demak o'zaro tutashtiruvchi chiziq. Shu yordamda 3 ta bo'lakka bo'linadi. Endi mana shu maydonlarning nomini biz epigastral soha deymiz. Mezogastral soha deymiz va gastral soha deymiz. Shunaqangi 3 ta nom bilan aytamiz. Endi mana 3 bo'lakka bo'lib oldik. Endi qornimizning o'rtasidan qorinning to'g'ri muskuli ketgan, musculus rectus ketgan. Endi mana shu musculus rectus joylashgan bo'lsa, shuni ikki yonni chetlab o'tuvchi chizig'imiz bor. Bu chiziqda 3 raqam bilan keltiramiz. Demak, mana shu 3 raqam bilan keltiradigan bo'lsam, bu chiziq nomi liniya pararectalis. Tushuntira oldimmi? Nima uchun? Aynan musculus rectusda aylanib o'tgan uchun, ya'ni ikki chekkasidan o'tgan uchun mana shunga ya'ni pararectalis nomlangan. Shu yordamda endi mana bu har bitta bo'lak, ya'ni epigastral, mezogastral va gipogastral sohalar hammasi 3 ta bo'lakka bo'linib qoldi. Umumiy maydonlar soni esa 9 ta bo'ldi.
Xo'p, siz qo'rqib ketmang. 9 ta bo'lgani bilan, ko'p bo'lgani bilan ularni yodlash unaqangi qiyin emas. Demak, mana bu sohani nomlaylik. Bu sohani o'zbekcha aytib ko'ring. Oddiygina o'zbekcha. O'ng qo'rg'ali yoyi osti. Bunisi chap qo'rg'ali yoyi osti. Shunchaki endi lotin tiliga o'girib qolamiz. Bu joy nomini aytib chiqarsak, regio degani maydon degani, regio gipohondrika. Qaysi tomon? O'ng tomon, demak, dextra. Regio gipohondrika dextra. Bu tomonni xuddi shuni shunchaki sinstra deb qo'ysiz bo'ldi. Sinstra. Tushuntira oldim? Regio gipohondrika dextra, regio gipohondrika sinstra. Mana bu soha shunday nom bilan qolaveradi. Regio epigastral soha, epigastrika sohasi bo'lib qolaveradi. Tushuntira oldim? Endi bu sohani qanday nomlaymiz? Bu sohani qorinning tashqi yon o'ng tomoni, qorinning tashqi yon chap tomoni. Ya'ni regio abdominalis, abdominalis yana qorin degani, lateralis ya'ni tashqi tomonda, to'g'rimi? Lateralis. Endi bu tomoni bo'lsa dextra, nari tomoni bo'lsa sinstra. Juda ham oson. Ikki tomonlar bir xilda, faqat dextra sinstra xolos. Endi mana bu maydonga biz orientirovka olamiz. Mana yerda kindik bor. O'shanga nisbatan regio umbilicalis. Umbilicalis deb ataladi. Bo'ldi, unaqangi qiyin emas. Va oxirgi maydonimiz, mana bu maydonga bizga ko'proq orientirovka keladi. Mana yerda chol kanalimiz bor. Shunga nisbatan regio inguinalis dextra. Bunisi esa sinstra bo'ladi. Mana bu qo'lga nisbatan regio pubica deb aytiladi. Tushuntira oldim? Shu umumiy demak biza mana ko'rib turgan bo'lsangiz, agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa to'xtatib bir qator ko'rib oling. Aynan men sizga aytgan hamma 9 ta bo'lim joylashgan. Regio gipohondrika dextra, regio gipohondrika sinstra, regio epigastrika. Regio abdominalis lateralis dextra, regio abdominalis lateralis sinstra va regio umbilicalis. Regio inguinalis dextra, regio inguinalis sinstra va regio pubica. Va uni ham ostidagina kichkina jinsiy a'zolar joylashuvchi qism bor. Regio urogenital deb aytiladi. Bu endi unchalik qorin bo'shlig'i emas, bu kanal bo'shligiga tushadi o'sha. Endi nima uchun bularni tushuntirdim? Aynan galotopiyasini aytayotganda biz endi maydonlar bo'yicha gaplashishni boshlaymiz. Masalan, oshqozon qaysi maydonlarda joylashgan desa, mana hozir mana yerda joylashgan oshqozon. Ya'ni regio gipohondrika dextra joylashganmi? Yo'q, joylashmagan. Qayerda joylashyapti? Asosiy qismi regio gipohondrika sinstrada va regio epigastrika sohasida joylashgan. Oshqozonimiz to'lgan holatda bir qismi, ya'ni regio umbilical sohasiga tushib keladi. O'shaning uchun ham mana shunday yozib qo'ydim. Demak, qorin bo'shlig'ida regio gipohondrika sinstra mana bu sohada, regio epigastrika mana bu sohada va to'lgan paytda, e'tibor bering, to'lgan paytda regio umbilical sohasiga tushib keladi. Ana endi tushunarli bo'ldimi ancha? Imkon darajasida yaxshilab konspektlashtirib olsangiz, har bir ichki a'zolar o'tayotgan paytimizda endi regionlar bo'yicha gaplashib ketamiz. Demak, buni aytdik. Ana endi skeletotopiyasi. Skeletotopiyasi suyaklarga nisbatan joylashtish. Suyaklarga nisbatan biz ham umurtqalarga, ham qo'rg'alarga nisbatan joylashtiramiz. Umurtqalarga joylashtirsak, qarang. Asosiy ikkita kirish va chiqish teshiklari bor. Ostium kardiaka va ostium peloricum qismlari bor. Ostium kardiaka sohasi asosan siz juda ham yaxshi ko'rinyapti shekilli. 10-11 ko'krak umurtqalarini, demak, chap sohasiga to'g'ri keladigan bo'lsa, pastki qismi 12 va 1-bel umurtqalarini biroz chap qismiga to'g'ri keladi. Tana qismi asosan chap tomonda yotadi. Tushuntira oldim? Demak, kirish qismi asosan 10-11 ko'krak umurtqalarini ro'parasidan sal chaproqda, chiqish qismi esa 12 ko'krak yoki 1-bel umurtqasini ro'parasida tugaydi. Qolgan qismi hammasi chap tomonda yotadi. Qo'rg'aga nisbatan oladigan bo'lsak, 5-6 qo'rg'ani deylik orasidan boshlandi va sekin pastga tushib keldi, 7-dan aylanib o'tib turib, o'ng tomonga qarab yurib keladi. Demak, umumiy holatda 5 ta pastki qismdan boshlanib turib, demak 7 ni o'rta qismdan tugaydi qo'rg'alarga nisbatan. Sintopiyasi qaysi a'zolar bilan chegaradoshligi, ya'ni 3-qismiga keldik. Sintopiyasi. Qarang. Oshqozonimizda old devori bor, orqa devori bor. Old tomondan biz ko'rinib turgan narsamiz, old tomondan, o'ng tomondan jigar joylashgan. Yuqori tomondan qarang, yuqori tomonda mana
Do'stlar, bizda super yangilik. Ana endi siz anatomiyaga oid bo'lgan ma'lumotlarni to'liq olish imkoniyati tug'ildi. Buning uchun nima qilish kerak? Deylik, anatomiya bo'limlaridan birortasini tanladingiz. Masalan, siz uchun hozirda optimal bo'lgan bo'lim bu spanxologiya. Siz uni tanladingiz. Shu zahoti sizga shu bo'limga oid bo'lgan video darsliklar, mavzu slayti, mavzu yuzasidan kurslar va albatta klinik holatlar tashlab beriladi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun siz Telegramga o'tasiz va quyidagi profilga murojaat qilasiz. Shu profil orqali sizga yopiq guruhga link beriladi. Shu guruhga kirasiz va darslarni istalgan joyda, istalgan vaqtda o'zingiz uchun qulay tempda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, biz bilan birga bo'ling va anatomiyani chuqurroq va osonroq o'rganing. Sog' bo'ling.